Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulih Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Assalomu alaykum hurmatli jamoatimiz. Inshaalloh bugun kecha boshlagan Bayyina suramizni davomini ko'rib chiqamiz. Alloh taolo qodir qilgancha. Avval eslab oladigan bo'lsak, Bayyina suramizni avvalida Alloh taolo shunday marhamat qildiki, mushriklar, kofirlar, butlarga sig'inadiganlar barchasi, Nasroniy, Yahudiylar barchasi avval islomdan avval, ya'ni Muhammad alayhisalom payg'ambar bo'lib yuborilishidan avval umumiy bitta holatda edilar. Ya'ni kim hammalari bir xil Alloh taologa kufrda edilar. Ammo keyinchalik Muhammad sallallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lib yuborilganida nima bo'ldi? Eng birinchi payg'ambar alayhisalomga kofir bo'lgan insonlarga aylanishdi va bir jamoasi musulmon bo'ldi. Shu bilan orasida endi ajralish boshlandi. Umumiy hamma kufrda edi, bir toifa musulmon, bir toifasi g'ayri musulmon bo'lib ajralib ketishdi. Ularning payg'ambar alayhisalomga iymon keltirmasligi ilm yuzasidan emas, balki qaysarlik qilib Muhammad alayhisalom aynan o'zlarining millatidan chiqmagani uchun u zotga iymon keltirmagan edilar. Alloh taolo mana shu haqida bir qancha oyatlarda marhamat qildi va shu bilan birgalikda ular, ya'ni Yahudi va Nasoralar o'zlari Xudo deb bilgan payg'ambarlar Uzayr alayhisalom va yoki Iso alayhisalom ham aslida Alloh taoloning to'g'ri diniga chaqirilganligi, Alloh taoloning yolg'iz ekaniga buyurilganligi haqida Alloh taolo 5-oyatda marhamat qildi. Bugungi biz yetib kelgan oyatimiz esa 6-oyat. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal mushrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Ulaika hum sharrul bariyah. Ya'ni kim albatta kofirlar, ular ahli kitob bo'lsin, ular mushriklar bo'lsin, barcha kofirlar birdek abadiy jahannamda qoladilar. Ular eng insoniyatning eng yomonlaridir deb marhamat qildi Alloh taolo. Xo'p, bu yerda kofir degan so'zni ishlatyapmiz. Mushrik degani nima degani? Mushrik degani Alloh taolani bir nechta degani. Allohni yagona emas, Allohga boshqa narsalarni ham sherik qilgan shaxs. Va ahli kitob esa Allohni muqaddas kitoblari tushgan insonlar edi. Ular avval Allohning kitoblarini o'zgartirib, ular ham butlarga, sanamlarga ibodat qiladigan bo'ldi yoki Iso alayhisalomning Alloh taoloning o'g'li, Maryam onamiz esa Alloh taoloning ayoli deyishgacha borishdi va bular ham mana shu bilan nima qilishdi? Alloh taoloning bir necha, ya'ni 3ta xudolik 3ga bo'lib taqsimlashida ular ham shu ma'noda mushrikka aylanishdi. Va yoki biz kofir deb ishlatyapmiz. Kofir so'zining ma'nosi o'rab qo'yuvchi, yopib qo'yuvchi degan ma'nosi bor. Dehqonlar ziroat ekinlarida urug'larni yerning tagiga qadab berkitib qo'yganidek iymonni berkitib qo'yadi ular. Nima uchun? Alloh taolo barcha yer yuzidagi insonni tug'ilishidan musulmon qilib yaratadi. Bunga hadis sharifda gap ma'lumotlar kelgan. Payg'ambarimiz alayhisalom bu haqida aytganlar. Odam bolasi borki, musulmon bo'lib tug'iladi, keyinchalik uni ota-onasi Nasroniy ya Majusiy qilib yuboradi deganlar. Mana shundan kelib chiqsak, hammaning qalbida aslida iymon bo'ladi. Keyinchalik esa bu iymonni berkitib, ular mushrik, kofir bo'lib ketishadi. Mana shu e'tibordan demak biz kofir deb atalashimiz mumkin bo'ladi. Va Alloh taolo bularning barchasini Allohga itoatsizlik qilishdi, ya'ni Yahudiylar ham, Nasoralar ham yoki butlarga sig'inadigan insonlar ham Allohning kalomini, Qur'oni Karimni yolg'onga chiqardilar. Bu Xudoning kalomi emas dedilar. Va payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning payg'ambarligiga ishonmadilar. Muhammad alayhisalomni payg'ambar deb tan olmadilar. Demak, payg'ambarlardan birortasini tan olmaslik u insonni kufrga yetaklaydigan narsa ekan. Alhamdulillah biz payg'ambar alayhisalomni avvalgi Iso alayhisalomni ham payg'ambar deymiz, Musa alayhisalomni ham payg'ambar deymiz, Davud alayhisalom, Sulaymon alayhisalom, bizga ismlari, ma'lumotlari yetgan barcha payg'ambarlarni biz payg'ambar deb tan olamiz. Ular esa
o'zlariga kelgan ayrim payg'ambarlarni tan olishdi, ayrimlarni esa tan olishmadi. Mana shu ham ularning kufrlariga sabab bo'ldi. Va Alloh taolo bularni ulayhum sharrul bariyya, ya'ni bular insoniyatning eng maxluqotlarning eng yomonlari deb sifatladi. Bu yerda yomonlari deganda hattoki aqlsiz, ojiz hayvonlardan ham past martabali demoqchi Alloh taolo. Chunki sizu bizni ko'zimizga aqlsiz bo'lib ko'ringan hayvonlar ham o'ziga buyurilgan vazifani ado qilishyapti Alloh taolo huzurida. Alloh taolo huzurida demak, ular barchasi o'ziga buyurilgan vazifani noshukrlik qilmagan holda, Alloh taologa itoat etgan holda, to'g'ri holda bajarishyapti. Shuning uchun inson bo'lib turib, Alloh taoloning buyruqlarini tushunib turib, anglab turib, u zotga itoat etmaganligi uchun Alloh taolo ularni kofir va aqlsiz hayvonlardan ham yomon deb sifatlab keltiryapti. Mana shu yerda yana bir narsaga qarashimiz kerakki, xolidina fiha, xolidin degan so'z arab tilida abadiy qoladi degani. Bir joyda abadil abad qoladi degan ma'noni bildiradi. Ammo jannatiylarning sifati keltirganda qayerda Qur'oni Karim qayerda keltirilsa, xolidina fiha abadan, abadan degan so'z yana qo'shimchasiga keltiriladi. Jahannamiylar kelganda esa odatda abadan so'zi keltirilmaydi. Nima uchun? Xolidina ham abadiy qoladi degani, abadan so'zi ham abadiy qoladi degani. Ya'ni kim Alloh taoloning rahmati g'azabidan ko'ra bepoyonroq ekanligini bildiradi. Allohning rahmati ko'proq ekanligini bildiradi. Ya'ni jahannamiylar kelganda xolidinani o'zini keltirdi, abadiy qoladi dedi. Jannatiylarning sifati keltirilganda ular jannatda abadiy qoladi deb hikmatda ta'kidlab keltirdi. Demak, Allohning rahmati ikki hissa ulug'vorligini ham bildirar ekan. Keyingi oyatimizda Alloh taolo shunday marhamat qildiki, innal ladzina amanu va amilus solihati ulayhum khayrul bariyya. Ya'ni kim albatta iymon keltirganlar va solih amal qilganlar ular eng yaxshi maxluqotlar, eng yaxshi insonlar. Demak, jannatga kirishning asosiy kaliti iymon. Agar bizda iymon bo'lmasa, qolgan birorta narsamiz bizga manfaat bermaydi. Iymon esa ishonch, Alloh taoloning borligiga, birligiga bo'lgan ishonch. Iymon keltirgan va solih amal qilganlar. Kim mana shu ikki amal qiladigan bo'lsa, demak u Alloh taoloning yaratgan maxluqotlarning ichida eng yaxshisi ekan. Hatto u farishtalardan ham yaxshiroq ekan. Nima uchun? Chunki farishtalarda nafs degan narsa bo'lmaydi. Farishtalarning ichida hech qanday yomonlikka boshlovchi his tuyg'usi yo'q. Alloh taolo nima deb buyruq bersa, so'zsiz bajaradigan maxluqotlar. Insonda esa nafs degan narsa bor. Alloh taolo shu bilan birga ixtiyor degan narsani bergan. Insonga xohlasang yomon ishni qil, banda xohlasang yaxshi ishni qil deb qo'ygan. Inson o'z xohishi bilan yaxshilikni tanlagani uchun ham o'zi tushunib ongli ravishda ishlarni amalga oshirganligi uchun ham farishtadan ham yuqori martabaga chiqar ekan. Zero kim Allohga itoat etmaganlarni nafaqat farishta balki oddiy aqlsiz hayvonlardan ham pastga tushishiga ham mana shu insonning nafsi sababchi bo'lgan edi. Va jannatiylarni sifatlagandan keyin ular qanday joylarda bo'lishi haqida Alloh taolo so'nggi oyatda aytadiki, jazaohum 'inda robbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu an zalika liman khashiya rabbah. Ya'ni jazo so'zi arab tilida mukofotga ham ishlatiladi va oddiy biz bilgan jazoga ham ishlatiladi. Shuning uchun bu yerda ularning jazosi, mu'minlarning mukofoti degan tarjima beramiz. Mu'minlarning qiyomatdagi mukofoti nima? Ostlaridan anhorlar oqib turadigan bog'-o'roqlar, jannatlar dedi Alloh taolo. Maşallah. Qarang, nima uchun doimo jannat deydi? Chunki insonning tabiatida tabiiy narsalarga qiziqish kuchli. Mana hammamiz qachondir dam olgani boramiz desak, hech qachon baland imoratlarning ostiga dam olmaymiz. Shaharning o'rtasiga borib shug'ulda dam olmaymiz. Qayerga boramiz? Tog'li joylarga, suvli joylarga, manzarasi go'zal tabiiy joylarga borib dam olishga harakat qilamiz. Bu nimadan? Bizning qalbimizda jannatga nisbatan oshiqlik borligidan. Alloh taolo insonni xuddi shunday yaratganidan. Shuning uchun ham insonning eng yoqtirgan narsasi tabiiylik bo'lganligi uchun ham ostlaridan anhorlar oqib turadigan bog'-o'roqlar deb Alloh taolo jannatni sifatlayapti.
Mana shunday go'zal bog'-o'roq jannatlar ularga mukofot bo'ladi, mu'minlarga, solih amal qilgan, iymon keltirgan zotlarga. Va shu bilan birgalikda u yerda ular abadul abad qolurlar. Qarang, qanday go'zal manzarada. Biz dunyoda dam olmoqchi bo'lsak, 15 kun dam olamiz, 1 oy borib dam olamiz. Keyin nima bo'ladi? Ishimiz chiqadi, qaytib kelamiz. Ammo Allohning huzurida jannatga borganda ish degan narsaning o'zi yo'q. Mana shunday go'zal joylarda xohlagan vaqtimizda inshaalloh Allohning jamolini jannatdan turib ko'rib, bu yerda rohatlanib yashar ekanmiz. Va jannatning ichida turib Allohning jamolini ko'rishdan ham buyukroq ne'mat bor. Bu ne'mat mana oyatning so'ngida kelyapti. Radiyallohu anhum va radu anhu. Allohning roziligi. Alloh taolo bu jannatiy bandalardan rozi bo'ladi. Allohni biz hayotimiz mobaynida faqat Allohning roziligini topish uchun yashaymiz. Amallab Allohni rozi qilib olsak, u jannatga kirib olsak. Allohning g'azabidan saqlanib qolsak, jahannamdan saqlanib qolsak, bizning orzuyimiz shu. Demak, jannatdan ham buyukroq ne'mat ekanki, Allohning roziligi. Alloh ulardan rozi va ular ham Allohdan rozi bo'ladi. Qarang. Alloh taolo bizdan mendan rozi bo'lsan, bandan deyishga hech qanaqa Allohni majburlaydigan vakolat yo'q. Allohni hech kim majburlay olmaydi. Bandalaringdan rozilik so'ra degan narsa yo'q. Ammo Alloh taolo bandasini yaxshi ko'rganda, uni o'zini jannatiga kirganiga izzat ikrom qilganidan Alloh ham ulardan rozi bo'lar ekan, ular ham Allohdan rozi qilar ekan. Maşallah. Zalika liman khashiya robbah. Bu mana shunday ne'matlar kim uchun? O iymon keltirgan, solih amal qilganlar kim bo'lar desa, bu buyuk ne'matlar, jannatlar o'zining Robbisidan qo'rqqan kishi uchun. Robbisidan qo'rqqan inson iymon keltiradi. Robbisidan qo'rqqan inson solih amal qiladi. Robbisidan qo'rqqan inson gunohdan qaytadi. Demak, yuqoridagi iymon keltirgan, solih amal qilganlar kimlar desa, ular Robbisidan qo'rqqan insonlar degan ekan. Inshaalloh Alloh taolo barchamiz mana shu oxirda go'zal sifatlagan jannatlarda jamlanishimizni o'zi nasib aylasin. Alloh taolo o'zi rozi bo'ladigan mu'minlardan bo'lishimizni va o'zidan qo'rqadigan mu'minlardan bo'lishimizni o'zi nasib aylasin. Va axiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin. Amin. Ya Rabbi, bu ma'ruzalarga barchamiz avvalo o'zimizni qilaversa, barchamizni amal qilishimizni o'zing nasib aylagin. Mana shu oyatlarda aytilgan yomon insonlardan bo'lishimizni o'zing panoh bergin. Mana shu oyatda o'zing maqtagan, o'zing rozi bo'lgan, go'zal, mukammal xulqli, mukammal holatdagi mu'minlardan bo'lishimizni, haqiqiy solih amallarni o'zingning huzuriga taqdim etadigan solihlardan bo'lishimizni o'zing nasib aylagin. Iymonda sobit bo'lishimizni o'zing nasib aylagin. Gunohlardan, kamchiliklardan o'zingizni muhofaza aylagin. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rohimin.